Termizdagi harbiy qismlarning birida muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan yosh askarlarning vatanga sadoqat qasamyodi qabul qilish marosimlari tantanali ruhda bo'lib o'tdi. Unda yigitlar muqaddas burch ona vatan himoyasiga sodiq bo'lishga tantanali ravishda qasamyod qildilar. Vatanga qasamyod qilish har bir yigit hayotidagi eng sharafli va mas'uliyatli o'nlardan biri sanaladi. Ushbu qasam orqali yoshlar yurt tinchligi, xalq osoyishtaligi va mustahkamligini himoya qilishdek muqaddas burchni o'z zimmalariga oladilar. Tantanali marosimda harbiy xizmatchilar, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, faxriylar hamda askarlarning ota-onalari ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar yoshlarni ushbu sharafli yo'l bilan samimiy tabriklab, ularga xizmat davomida matonat, jasorat va yuksak mas'uliyat tiladilar. Men o'ylaymanki, askarlarimiz bu vatanga qasamyod keltirish orqali vatanimiz xavfsizligini, davlatimiz chegaralarini daxlsizligini ta'minlashda bir kamarbasta yigit bo'ladi. Bugungi kunda milliy armiyamiz olib borilayotgan islohotlar shuni dalolat bermoqdaki, askarlarimizni jangovar qobiliyatini yanada oshirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni tomonidan askarlarni 1 yillik muddatli harbiy xizmat o'tash davrida ham o'zlari istak bildirgan kasbiy o'qitish, shu bilan birga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun imkoniyat berildi. Askarlarimiz xizmat davomida oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish huquqiga ega bo'lishdi. Va muddatli harbiy xizmatni o'tagan askarlarimizga O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi tomonidan 35% kontrakt pulini to'lab berish ham bu ham bitta yoshlarimizga imkoniyat hisoblanadi. Marosim davomida saf ko'riklari o'tkazilib, harbiy orkestr ijrosidagi kuy-qo'shiqlar tadbirga ko'tarinki ruh bag'ishladi. Vatanga qasamyod qilgan yosh askarlar qalbida yurtga sadoqat, uni himoya qilishga bo'lgan qat'iy ishonch va faxr tuyg'ulari yanada oshdi desak adashmagan bo'lamiz. Bugun vatanga qasamyod qildik. Shu fursatdan foydalanib, Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoniga shunday sharoitlar yaratib bergani uchun ming rahmat aytmoqchiman. Hamda barcha serjantlarimiz, ofitserlarimiz bizga bergan ko'nikmalari uchun rahmat aytmoqchiman. Fursatdan foydalanib qilgan qasamyotimga sodiq qolishga va'da beraman. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Ta'kidlash joiz, bunday tadbirlar yoshlarning vatanparvarlik ruhini, harbiy xizmatga bo'lgan sadoqat va mas'uliyat tuyg'ularini yanada mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.